Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Navbatdagi ishimiz. Doimgidek balkon ruchkada. Bu yerga bitta rom, bitta eshik bo'ldi akalar. Albest, yo'l oynay bir qavat bo'ladi akalar. Bu romimiz mexanizmlar juda chiroyli chiqdi. Yopilishlari. Peynalar quyilgan akalar, bonnusi. Umuman ochiq, sovuq kiradigan joylar qolmagan. Hozirgi kunda sovuq anchalik tushib qoldi. Bu yerda tashqaridan ko'rinishlari. Bular o'ralgan. Kimga shunaqa eshik nomlari kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga murojaat qila olasizlar.